Bir aeroportdan erta kelishadi, hech kim bir tantanali ravishda kutib olmagan. Sportsmenlar qani ertaga kelishadi, qani O'zbekiston, hammamiz chiqaylik qani aeroportga. Hammamiz chiqib olib kutib olaylik qani, men kutaman hammalaringizni aeroportga. Mo'jiki, bolalar ham xursand bo'ladi, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelyapti. U bizga chiqsa yana ham motivatsiya bo'ladi. Mujiklar chiqib, poddeshka qilsa, har doim chiqqan paytda men O'zbekistonim kutibdi, men O'zbekistonning bolalari, O'zbekiston mujiklari kutibdi deb xursand bo'lishadi. Hammalaringizni erta aeroportga inshaalloh kutaman. Vokzalga kutib olib, bularni hammamiz o'zim poddeshka qilib kutib olamiz. Taysonni, Abbakamni, mana O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib kelgan Qo'qonlik bolalar g'alaba qozonibdi. Men hammalaringizni erta bularni kutib olishga kutaman hammalaringizni. Inshaalloh boksyorlarimiz kutib olganda, o'zimizni mana shunday MMAchi dastoyni bo'y ko'rsatayotgan bolalarni kutib olishimiz kerak. Hammalaringizga rahmat, addushi, sog' bo'linglar, duoga bo'linglar. Gap yo'q.